Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Do'rmon qarorgohi desak bo'ladi, chunki Do'rmon juda katta buyuk ijodkorlarni o'zini bag'rida jamlagan qarorgoh, ijodkorlar qarorgohi. Ana shu qarorgohdan bugun suhbat uyushtiryapmiz. Mening yonimda ikkita ajoyib ijodkor, ustoz Jo'rafozil va Abdunabi Hamroh. Har ikkalari ham Buxoroda yashaydilar, lekin Buxoroda yashasalar-da ularni asarlari bugungi kunda nafaqat mamlakat miqyosida, balki dunyoning boshqa hududlarida ham o'qilyapti. Bugun men birinchi ustozlar bilan qiladigan suhbatimizda adabiyot, ijod haqida emas. Birinchi beradigan savolim, Jo'r aka, bugun odamzod murakkab bir davrga kelib qoldi. Bir paytlar masalan mashinalar bo'lmagan, samolyotlar bo'lmagan, poyezdlar bo'lmagan bir paytda odamlar bir-birlarini ot, ulov bilan, o'shaligi karvonlar bilan yo'qlab bir to'y tomoshalarga, bir tadbirlarga, masalan Buxorodan Xorazmga, Xorazmdan Xo'jandga, Xo'janddan O'shga, Samarqandga, Shahrisabzga kelishgan. Bu paytda bunaqangi texnik taraqqiyot yo'q edi. Bugun nihoyatda texnika taraqqiy etib ketdi, aka. Osmonlarda uchyapmiz, hatto u boshqa sayyoralarni zabt etyapmiz, lekin yonimizda turgan bir-birimizga vaqt topolmayapmiz ustoz. Masalan, sizni kelganingizni, toshayotganingizni eshitdim men. To'g'ri, ijodiy safarlar bo'ldi. Lekin hali bahonam ko'pda, shu Jo'r akani borib ko'rishim shartmi, suhbat qilishim shartmi, undan ko'ra boshqa bir manfaatli ish qilsam bo'lmaydimi degan bir o'zimga nisbatan o'zim hazmi qolmagan holatlar dunyoga kelyapti. Balki mendan boshqa odamlarda ham bu jarayon kechayotgandir, Abdulla aka. Nega odamzod bunaqa bo'lib qoldi? Bir paytlar ota-bobolarimiz ot bilan, eshak bilan dunyoning turli hududlariga borib bir-biriga mehr ulashgan bir paytda, bugun texnik taraqqiyot nihoyatda rivojlanib ketgan zamonda men Jo'r akani Toshkentga kelganda kelib ko'rishga fursat topolmayapman. Abdulla aka vaqt ajrata olmayapman. Sabab nima ustoz? Bu sababini menimcha ancha oldingi yillardan izlash kerakmi deb o'ylayman-da. Chunki ehtimol bu so'zim takror bo'lishi ham mumkin. Agar takror bo'lsa kechirim so'rayman. Buyuk fransuz yozuvchisi Antoine de Saint-Exupéry o'z mahbubasiga yozgan xatida aytadiki, azizam, odamlar bir-biridan shunchalar yiroqki, bu uzoqlik ming yilliklar bilan o'lchanadi deydi. Demak, o'sha dahshatli ikkinchi jahon urushi yillarida ham ehtimol odamlar hozirgidan yaqinroq bo'lmagandir. Lekin men o'z bolaligimni eslaydigan bo'lsam, qishloqni eslaydigan bo'lsam, odamlar juda ahil edi. Buni bitta ikkita namoyon bo'lish ko'rinishlarini aytaman. Ana biz tomonlarda endi Buxoro shevasida hamsoya tovoq degan gap bo'lardi. Qo'shni tovoq. Qo'shni tovoq, qo'shnidan bir qanaydir agar tansiq taom pishirilsa, onam bir necha qo'shniga uzatardilar va boshqa qo'shnilar ham xuddi shunday tansiq taomni bizga ilinardi. Keyin o'sha og'ir yillar bo'lgani uchunmi, bu endi bu urushdan keyingi 50-55-yillar mani bolaligim, 5-6 yoshlar chamasi paytim. Lekin aniq-tiniq esimda qolgan. Birovdan nimadir so'rab olib, keyin ro'zg'or uchun ovqat pishirish ayb sanalmasdi. Hamma bir-birini qo'llab-quvvatlardi. Mana shu yillar haqida meni bir kichik hikoyam bor, yangi roman tarkibida. Buni nomi Ko'ngil darvozalari deyiladi. Ko'ngil darvozalari albatta bu qandaydir ramziy ma'noda, lekin meni yuragimni og'ritgan narsa qishlog'imizda yaxshi, og'ir, bujum, naqshinkor darvozalar ko'p bo'lardi. Lekin bu erta-yu kech, hatto yarim tundan bo'lib bekitilmasdi. Va bekitilganda ham yarim bekitilardi. Qulflanmasdi, qulflar yo'q. Ben qulflarni eslamayman. Hovlimizdagi qulflarni eslamayman, darvozadagi qulfni. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana shu buni o'zi keyin odam bir-biriga ko'ngil ochardi. Odamlar. Hozir faqat informatsiya texnologiyalari, boshqalar rivojlanish bilan mana siz aytdingiz-ku, shu bitta o'sha qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilasiz, qaysidir
do'stingizga, hatto farzandingizga, lekin javob bo'lmaydi. 2 marta, 3 marotaba. Bu hozir yaxshi qanaqadir odob toniga aylanib boryapti-da. Odobsizlik yaxshi odob toniga aylandi. Xuddi shunday. Men misol uchun shuncha yoshga kirib, qachon kimdir menga qo'ng'iroq qilsa, men imkonim bo'lmagan paytda qo'ng'iroqni javobsiz qoldirmayman. Va menga ham agar qo'ng'iroqni javobsiz qoldirsalar, xafa bo'laman. To'g'ri. Endi siz biroz to'xtab turasiz ustoz. Ikkinchi ustozga yuzlanamiz. Abdunab aka, bu savolga sizni munosabatingiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Nega biz odam bolalari bir-birimizdan qochib yashaydigan? To'g'ri, bu mana bu texnik mahsulotlar qaysidir ma'noda bir-birimizni masofamizni yaqinlashtirdi. Lahzada telefon orqali dunyoni xohlagan mamlakatga bog'lanishimiz mumkin. Lekin yuzma-yuz diydor deydi-ku. Nega diydorga tashna bo'lib qoldik? Sabab nima? Ildizlarni uzoqroqdan izlasak ham bo'ladi, lekin bugungi kun sharoitidan holatdan kelib chiqib izohlashga urinib ko'raman. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, Jo'r aka ham aytdilar. Vaqt tuyg'usi nisbiylashdi qandaydir nazarimda. Mana oldin siz to'y qiladigan bo'lsangiz, bir jarchi Ro'ziboy qo'ldosh to'y qilyapti aytib chiqardi. Hozir bitta telefon bilan chaqirasiz hammani. Yarim soat. U bir kun ketardi, eshakni otni minib. Hozir eng avvalo ko'ngillar uzoqlashgan bilan. Ko'ngillar uzoqlashgan. Chunki bir-birini ko'rmaydi odamlar, shoshib yuradi. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq degan maqol shundan kelib chiqadi. Buning ham sabablari bor. Vaqt tezlashgan. Go'yoki bu gap absurdda tuyulishi mumkin. Oldingidek bir sutka, lekin bir 15 yil oldin bir maqola o'qiganman rus matbuotda. Tibetda bir ibodatxona bor ekan. O'sha ibodatxonada bir qadimiy soat bor ekan. Qadimiy soat ustida bochka o'rnatilgan, bochkaga suv to'latilgan, teshikchasi bor. Rob borasa 24 soatda tomchilab tugar ekan suv. Yaqin bir 10-15 yillarda har kuni kuzatib borayotgan ekanlar, o'sha monarxlar, keyin astronomlar ham suv, bochkadagi suv yarimdan o'tib 70% oqib bo'lgan zoti sutga almashyapti. Demak, tezlashyapti. Mana bu bunday oddiy odamlar e'tibor qilmasligi mumkin. Ilmliroq, ma'rifatli, olim odamlar yaxshi biladi. Yer sayyorasi quyosh atrofida aylanadi. Quyosh go'yo osmonda turadiganda. Lekin quyosh ham Samon yo'li galaktikasi bo'yida atrofida soatiga 120 ming kilometr tezlik bilan aylanadi. Ana shu aylanish jarayonida nisbiylik paydo bo'ladi albatta. Vaqtda o'zgarishlar bor. Abdunab aka, quyoshni, oyga, yerga muhabbati o'sha qadimgidek-ku. O'sha qadimgidek. Bizdan yerdan uzoqlashmadi masalan, oydan uzoqlashmadi. Demak, qara hatto bizning atrofimizda juda katta buyuk sayyoralarni bir-birlariga mehr muhabbati o'sha qadimiydek, lekin kichkinagina bir yerni bag'rida yashayotgan odamzodni munosabatlari bir-biriga shu mehr oqibat deymizmi, boshqa odamiyligimi nimagadir borgan sari uzoqlashib ketyapti. Chunki qalb borda odamlarda. Qalb so'zi qallob so'zi bilan bir o'zakdan olingan. Arabchada o'zgaruvchan deyiladi. O'zgaruvchan. Inson unutuvchan. Inson unutuvchan. Mana shu uchun Alloh yaratgan yaratuvlarning ichida unutuvchani va tez-tez o'zgarib turadigan yana bir narsa Abdullah aka. Yaqinda bir ma'lumot o'qidim. Xitoylik olimlar yerni tezlashtirishning tezligini biroz pasaytirdi. Shunaqa ma'lumotni o'qidim. Qarangki, Jo'r aka, odamzod o'zi suzib ketayotgan juda katta mahobatli kemani yerni to'xtatmoqchi, tezligini sal pasaytiryapti. Ba'zan aqli shoshadi. Demak, odamzod bir-biriga vaqt topolmayotgan bo'lsa ham, lekin qanaqadir texnikaviy kashfiyotlar, katta ixtirolarga vaqt topayotganga o'xshaydi. Bu bir-birini inkor etadigan, ba'zan o'yga toldiradigan holatda. Yosh bolalar kechagina nabiram bilan telefonda gaplashdim, Buxoro bilan. Hech kunim o'tmaydi bobo dedi. Hech vaqt o'tmayapti. Maktab bo'lsa yaxshi edi dedi-da. Biz ham shunday derdik-da. Odamzod 30 dan keyin to 50 yoshgacha men nazarimda vaqt bilan baravar yuradi. 50 dan keyin, 55 dan keyin vaqt sizdan tezlashib ketadi. Yugurib yeta olmay qolasiz. Bu ham odamning idroki bilan bog'liq, ham endi tashqi omillar bilan bog'liq-da. Lekin vaqtdan unumli foydalangan odamlar baribir yutar ekanlar. Albatta. Masalan, men Jo'r akamni havasim keladi. Yoshlari 80 ga qarab ketyapti. Lekin tinimsiz asarlar yozadilar. Yaqindagina 3 ta kitoblarni taqdimoti bo'ldi menimcha. 3 ta ketma-ket kitob ustoz. Qanday kuch topyapsiz bunga? Yo, mana Abdunabi ukam aytganiday,
vaqt tezlashgani rost. Lekin umrni o'tishi undan ham tezlashib ketdi. Undan ham og'irroq. Man ishlagan paytlarimda hafta sekin o'tganday bo'lardi. Hozir men haftani o'tganini bilmayman va ba'zan kunlarni adashtirib yuboraman. Endi nima bo'lganda ham biz bir-birimizdan yiroqligimizni vaqt tezlashgani bilan ham, ilmiy texnika inqilobi bilan ham menimcha oqlab bo'lmaydi. Chunki inson bir marta yashaydi. Ota-ona mehri, farzandni ota-onaga mehri yoki farzandlar aka-ukalarni bir-biriga mehrini boshqa hech narsa o'rnini bosa olmaydi. Bu bizni oqlamaydi. Siz suhbatni boshlaganda juda to'g'ri aytdingizki, bir-birimizga vaqt topa olmayapmiz. Axir vaqtni tezlashgani bilan birga vaqt yaxshi ham, zamon yaxshi ham bo'lib bordi. Men Tolstoyni qaysidir asarida eslamayman, shunday bir jumlani o'qib larzaga tushganman. O'zim o'sha 40-45 yoshda edim. U men hozir tarjima qila olmayman, qilib o'tirmayman. Aytadiki, в постели лежал глубокий старик лет 45 deydi. 41 yoshlarni juda qari deb aytyapti. Hozir ana meni 80 ga yaqinlashganimni aytyapsiz. Endi aniqrog'i 76, lekin axir mana o'sha o'tgan asrning boshlarida 45 yosh juda qari hisoblangan. Buni yaxshi tomonlari, mana misol uchun iqtisodiy jihatdan, oziq-ovqat, boshqa jihatdan yaxshiliklari ko'p. Lekin bizni eng katta gumrohligimiz bu bir-birimizdan yiroqligimizni oqlamagan holda aytmoqchimanki, biz butun dunyo tabiatini, ekologiyasini bu baloyi nafs qurboni qildik. Mana bir 2 yilcha burun bir hikoyam e'lon qilindi Sharqimizda, boshqa jurnal gazetalarda. Yetim sayyora degan. Men tabiatni ona deb aytamiz dedim, lekin onani biz yetim qilib qo'ydik-ku. Onani. Chunki hatto tog'u toshni, qumni, chiqalni hammasini sotyapmiz-ku. Buni yoki insoniyat o'zini yer sayyorasini bir necha marotaba yo'qotib yuborishga kuchi yetadigan dahshatli qirg'in qurollarni o'ylab chiqardik. Ba'zan men shunday afsuslanaman, ba'zan g'amga cho'maman, ba'zan kulamanki, bitta o'q bilan yo'qotsa bo'ladigan sho'rlik insonni yo'qotish uchun qanchadan qancha qurol yaratildi. Bu haqida ham gapirish kerak. Bugun Jo'rak haqiqatda yer yuzi bir notinch mintaqaga aylanib qoldi. Mana qarang, zo'ravon mamlakatlar xohlagan paytda Abnamaka kuchsizroq mamlakatlar hujum qilyapti. Yer osti boyliklariga da'vo qilyapti. Yer usti boyliklariga da'vo qilyapti. Aytganingizdek, juda xatarli, insoniyatni hatto yer yuzini yo'qotib yuboradigan yadro bombalari turibdi qo'llarida. Bitta knopkani bossa 5-6 tasi bilan yerimiz yo'qolib ketishi mumkin. Odamzod nega bu qadar vahshiylashdi? Odamzodning nafsi shu holatga olib keldimi yoki qandaydir tabiatga qilgan zug'umlarimiz bizni tabiatimizni o'zgartirishga xizmat qilyaptimi? Abnabak hayron qolyapman-da. Ko'p o'ylaysiz, nega odamzod eng qiyin paytlarda, masalan, urushlarda, o'sha moddiy jihatdan yetishmovchilik paytlarida bu qadar vahshiy emas edi. Nega bugun to'la to'kis dunyoda vahshiylashyapmiz? Insoniylik, odamiylikning o'rniga qaysidir mamlakatni, qaysidir odamni o'ldirib rohatlanadigan, huzur qilinadigan bir toifa paydo bo'ldi. Ustoz, endi bu ham juda og'riqli savollardan bittasi. Bu savolni menimcha insoniyat o'ziga takror berishi kerak va uni meni tasavvurimda bittagina javobi bor. Men shuni yana endi to'g'ri tushuringlar, meni bir hikoyada talqin qilmoqchi bo'ldimki, bu kun keladi va o'sha kunda biz o'sha to'g'ri javobni aytadigan kuch-qudratga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun insoniyat uzoqlashishi emas, birlashishi kerak. Endi vaqtga, umrga baho berish mezonlari turli davrlarda turlicha bo'lgan. Boya to'g'ri aytdilar. Tolstoydan misol keltirib Jo'ra ekan. Hatto o'tgan kunlarda ham bor. Qodirov aytadi, Otabek bilan Kumushning to'yida tasvirlaganda 40 yoshdan o'tgan mo'ysafidlar mehmonxonada qo'rqib o'tiribdilar dedi. 40 yoshdan o'tgan mo'ysafidlar. Bugun biz 40 yoshda qirchillama yosh deyapmiz. Ha, qaranglar. Bu odam
hayotga, vaqtning o'tishiga, umrning o'tishiga beradigan baholari hamisha nisbiy bo'lgan. Har kim o'zini qarashi bilan o'lchaydi. Bilasizmi, hozir jamiyat shafqatsiz anchayin. Davlatlar shafqatsiz. Inson agar uning yo'liga yurmasa, uning aytgan fursatda agar ulgurmasa qiladigan ishini orqada qolib ketadi. Shuning uchun odamlar shoshadi. Hovliqadi. Iloji yo'qda. Keyin bu o'sha mehr oqibat tuyg'ularini g'orat qiladi. Mana shu shoshilish. Demak, shoshilish insondagi muqaddas tuyg'ularni payhon qiladi demoqsizlar. Albatta. Endi yana bitta narsa. Men yaqinda ustozlarga qirg'iz yozuvchilarining ikkitasini asarini o'qidim. Biri juda kattaligi davlat jamoat arbobi, Qirg'izistondagi o'zbek jamiyatining raisi Begijon aka Ahmedov, Isfadagi polkovnik. Endi u kishi milliy xizmatdan chiqqan. Ikkinchisi bugun asarlari dunyoga tanilgan Sulton Rayev degan yozuvchi. Men shu ikkita yozuvchining asarlarini o'qib aka juda katta mulohazaga berildim, o'yladim. Ularning asarlaridagi bugungi dolzarb masalalar nega bizni o'zbek adabiyotida yetishmayapti yoki biz uni dunyoga ko'rsatmayapmiz yoki biz o'qimayapmizmi? Nega shunday asarlar masalan o'zbek adabiyotida kamyob bo'lib qolyapti degan savol o'tdi ko'nglimdan ustoz. Masalan, Sulton Rayevning bitta To'fon degan romanini o'qidim, hali oxirigacha bormadim. Shuni yarimga kelganda sezyapmanki, bugungi o'sha siz bilan biz bugun muhokama qilayotgan global masalalarni o'sha asarda berib qo'yibdi. Va bitta ruhoniy olim, ruhoniy inson va bitta professor, ikkita er xotinni farzandlari misolida shunaqa katta bir bizni fojialarimizni ochib bergan, hatto professorning sun'iy odam yaratganligi bilan bog'liq holatga e'tibor qaratgan va bugun ana shu professor yaratgan sun'iy odamlar, ularda qalb yo'q, ularda iymon yo'q, ularda xudo degan tuyg'u yo'qligi uchun dunyoni qaysi mamlakatlarini boshqaryapti, dunyoni buzayapti, insoniyatni qabohatga yetaklayapti degan g'oya bor. Hayratlandim. Haqiqatan ham badiiy asar bu, lekin haqiqatan ham bugungi dunyodagi kechinmalarni kuzatib, sun'iy odamlar haqiqatan oramizda yurganmikan, ular bizni boshqaryaptimikan, bizni tinchimizni buzyaptimi degan hadik borgan sari oshib boryapti ustoz. Hayron qolyapman, agar o'qigan bo'lsangiz o'qigandingiz, bo'lmasa demoqchimanki, mana shunaqangi badiiy adabiyotni bugun ko'pchilik o'qimayapti bu deyapti, lekin o'qiydigan asarlar ham bor ekan demoqchiman. Albatta, albatta. U o'qiydigan yaxshi asarlar hamma vaqt, hamma zamonlarda bo'lgan. Faqat u o'qiydigan odam nimani o'qishni istaydi. Shunga birinchidan, ikkinchidan yaxshi asarlar haqida juda ko'plab adabiyotga oid maqolalar e'lon qilish kerak. Tushuntirilishi kerak. Mana misol uchun falon ana siz hozir aytganingizdek, qirg'iz birodarlarimiz asarlari haqida aytganingizdek, mana shu asar yaxshi, kerakli asar. Mana bu asar o'rtamiyona asar. Mana bu asarni yosh avlod umuman qo'liga ham olishi mumkin emas degan gaplarni ochiq oydin aytish kerak. Adabiyotshunoslar ishlamayapti deysizmi? Yo'q, yo'q. Qochilar deysizmi? Yo'q, men adabiyotshunoslar ishlamayapti degan fikrdan yiroqman. Ishlayapti. Lekin bu sohada boshqa sohalarda bo'lgani kabi qandaydir o'sha nima oshna og'anigarchilik, muallifni shaxsiga qarash, qanaqadir manfaatdorlik aralashgan bu so'zlarni men aytishga hatto uyalaman. Lekin bu bor narsa. Bor narsa. Kuchaydi ayniqsa. Bor narsa. Adabiyotni haqiqiy adabiyotni rivojiga to'sqinlik qiladi. Buni ko'pincha ochiq aytmaymiz. Keyin mana qog'oz narxi, bosmaxona xarajatlari narxi. Mana hozir rost mana hozir ko'rib turganingiz kitobni o'sha adadiga qarab, qog'oziga qarab, buni xarajati 40-50 milliondan ham oshib ketyapti. 40-50 milliondan oshib ketyapti. Buni uncha nashriyot, uncha homiy ko'tara olmaydi. Keyin kitob qimmat deymiz. Agar yaxshi kitob bo'lsa, uni 100 mingga ham olib o'qishadi. Albatta, tabiiy. O'qishadi. Lekin hozir men falon kitob yaxshi, falon kitob yomon degan bir gap ayta olmayman. Chunki bu agar mabodo aytganimda ham bu faqat mening va subyektiv fikrim bo'ladi. Albatta fikrda aytishingiz kerak. Yo'q, endi subyektiv bo'lsa ham shuki, nima u barmog'imni tishlasak ham, bu barmog'imni tishlasak ham og'riydi. Yaxshi kitoblar ham bor, uncha ko'p bo'lmasa-da, yomon kitoblar juda ko'payib ketdi.
Yaxshi kitoblardan ko'ra yomon kitoblar nashri ham ko'payib ketdi. Ko'paydi. Endi masalaning boshqa bir tomoni jihatlari ham bor-da. Mana bolaga, maktab o'quvchilariga yoshligidan ularni didini, badiiy didini shakllantiradigan ustozlar alohida shug'ullanmaydi hozir. Mana bu kitobni o'qimagan, mana buni o'qigan. Buni o'qisang umring bekorga o'tadi. Yaxshi kitob mana bu deydigan va yaxshi murabbiylar yo'q. Ikkinchidan, o'sha ustozning gaplarida ham jon bor, kitob chop etish masalasi. Hozir agar O'zbekistonning turli burchaklaridagi shahar, qishloqlarda balki biz bilmagan daholar o'zlarining o'sha dohiyona asarlarini yozib bo'lib chop qildira olmasdan topchaga tashlab qo'ygandir balki. Ikkinchi tomoni yana bor-da. Biz mushvara davrida ruhiyatimizga singgan qo'rquvdan butunlay qutula olganimiz yo'q. Hali mayda masalalar bilan, maishiy mavzular bilan o'ralashib qolgan yozuvchilar juda ham ko'p. Televizorga O'zbekiston kanallarini ko'ring, seriallarni ko'rasiz-ku. Hammasi maishiy temada. Hammasi bir boyagi ziddin global masalalar bo'lyapti. Olamning qayerdadir portlashlar, urushlar, yong'inlar bo'lyapti. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Hech kim kunim o'tsin, loqayd hammasi. O'zim yaxshi yashay, boshqa bilan ishim yo'q. Millat nima bo'ladi? Xalqning ertangi kun nima bo'ladi? Buni o'ylaydiganlar keyinroq keladi nazarimda. Chunki mana yaqinda biz o'sha Mahmudxo'ja Behbudiy haqida yaqinda Samarqandga borib hujjatli film tayyorlab keldik. O'sha yerda butun narsani o'rtaga qo'ydikda, masalan, savolni qo'ydim domla. Mahmudxo'ja Behbudiyga o'xshagan jadidlarimiz o'ldirilmaganda o'sha paytda millat oydinlari. Bugungi bizni jarayonlarimiz, bugungi millat vatani taqdiri qanday bo'lar degan savolga kim o'ldirdi degan savol bersam, Farmon Toshib ustozimiz aytdilarki, Mahmudxo'ja Behbudiyni o'zimiz o'ldirdik. O'zimizdagi ilmsizlik o'ldirdi. O'shaning uchun bugun masalan ilmsizlik agar haqiqatdan ham iz otadigan bo'lsa, o'shada aytganimiz muammolarimiz ketib chiqaradigan bo'lsa, ertaga vatanni, millat taqdiri nima bo'ladi degan bir qayg'u bor-da. Nima bo'ladi ertaga? Ertaga masalan hozir tug'ilgan yoshlarni ko'proq qiziqib so'rasangiz, erta katta bo'lsang kim bo'lasan desa, qishloqlarga borsangiz, men katta bo'lsam Rossiyaga boraman deydi. Otam bilan qo'shib pul ishlab kelaman deydi. Bu insonning yuragiga juda katta zarba beradi ustoz bu. Nega masalan men dunyoga chiqib borib Germaniyada, Amerikada, Yevropada o'qib kelib, dunyoni falon muammosi yechishga xizmat qilaman deyish qayerdan-yu? Men borib otam bilan Rossiyaga borib, Quboq aytganda mardikor bo'lib, pul topib kelib, uy-joy qilaman, to'y qilaman, mashina olaman deyish bu kichik bir beshora dunyoning muammolari emas, ustoz. Shu oila umid shunga. Oila shunday tarbiyalagan. O'sha fikrlash doirasi, saviya. Chunki o'sha aytganingizdek, maishiy bizni reklama minbarlarimiz, telekanallarimiz, ijtimoiy tarmoqlar juda mayda maishiy mavzularni chekdan qiladi. 1980-yilda chiqarilgan Terminator degan film. James Cameronda. O'sha paytdan boshlab kompyuterlar hukmronligidan ogohlantirganlar. Kompyuterlar hukmron bo'ladi yer yuzida. Keyin bir kuni haligi bosh kompyuter o'ylab qoladiki, hamma narsani kompyuter bajaradigan bo'lsa, u nonxo'r, tekinxo'r insonni kimga keragi bor deb zavodlardagi ish kompyuterlarga buyruq yuboradi. Jangovar robotlar ishlab chiqarilib, inson zoti qirib tashlansin deb. O'z-o'zini takomillashtiruvchi kompyuterlar paydo bo'lyapti. Mana sun'iy intellekt. Telefonlarni qarab ko'ring, turli odamlarni gapirtirib, o'lganlarni tiriltirib, qo'shiq ayttiryapti. Sun'iy intellekt shu, sun'iy aql. Bunaqa endi biorobotlar paydo bo'ladi, androidlar paydo bo'ladi. Odamzodning kashfiyoti o'ziga qarshi ishlay boshlaydi. 1949-yillarda aytgan Jawaharlal Nehru, odamzod bir kun borib o'zi yaratgan kashfiyotdan nobud bo'ladi degan. Bugun o'sha kunlar ko'rsatmasin, xudo ko'rsatmasin yaqinlashib qoldi. Nima qilamiz domla endi bu jarayonlar tezlashib ketsa, ertaga inson bir-birini inson sifatida ko'ra olishi qiyin bo'lyapti. Yo'q, mana siz haligi oldingi savolingizda sun'iy odam yaratgan professor haqida gapirdingiz. Menimcha hozirgi kecha kunduzda sun'iy odam yaratish shart emas. Juda ko'p odamlarni o'zi o'sha robotdan battar. Chunki uni his tuyg'usi bo'lmasa, u qilmasa, hayajonlanmasa, uni san'at qiziqtirmasa, adabiyot qiziqtirmasa, u sun'iy ongdan, sun'iy odamdan nima farq qiladi? Nima farq qiladi? Endi qizig'i, siz ilmsiz jamiyat dedingiz, men buni Nabijonga ham bir necha marta aytdim, men kitobsiz jamiyat deyman. Kitobsizlik deyman. Chunki kitob bo'lsa ilm bo'ladi-da. Ilm o'zidan o'zi kimnidir haligi uxlab yotganida yostiqni ostiga qo'yilgan kitobdan miyaga o'tmaydi. Uni o'qish kerak. Nima uchun axborot texnologiyaga ruju qo'yilyapti? Birinchidan Abdunabiy aytgandek vaqt qizg'aniladi.
Ikkinchidan, erinchoqlik, tayyor fikr kerak ko'pchilikka. Dangasa. O'zini fikri, nimanidir o'ylash, fikrlash. Kitob o'qigan odam fikrlaydi. Bu nimaga bunday, ana bu qahramon nimaga bunday degan. Keyin men afsuslanishim. Kitob faqat yozuvchini fantaziyasi mahsuli emas. Agar kitob haqiqiy hayot haqiqatlariga asoslanmasa, uni hech kim o'qimaydi. U qiziqish ham tug'dirmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha kitob qahramonlarining ham tajribasi. Ham undan ilm olinadi, ham hayotiy tajriba o'rganiladi. Chunki hayotiy tajribasiz ilm ham, ilmsiz hayotiy tajriba ham ko'p narsaga yaramaydi. Mana hammamiz guvohimizda mustaqillikdan keyin kechgan jarayonlarga, kitobga bo'lgan munosabatlarga hammamiz yaxshi bilamiz. Mana Buyuk Amerika fantastik yozuvchisi Ray Bradbury'ning bir zo'r romani bor. Farenget shkalasi bo'yicha 451 gradus degan. Bizda Selsiy bilan o'lchanadi. Amerika, Yevropada Farenget shkalasi 451 daraja qog'ozining yonish darajasi. O'sha romanda hasharliklar haqida hikoya qilinadi. Ular biron joyda yong'in chiqsa o'chiradiganlar emas, qaytanga yoqadiganlar, kitob yoquvchilar haqida. Kitobni yoqadigan jamiyat. Ana shundan ogohlantirgan yozuvchi. Mana tarixni o'ylab ko'ring. Katta tamaddunlar, kitoblar yoqilish oqibatida yo'qolib ketgan yoki millat 180 daraja boshqa tomonga burilib ketgan. Masalan, o'sha qadimgi Gretsiyada Diana ibodatxonasini yoqqan Gerostrat eng oldin ichkaridagi qo'lyozmalar uchun yoqqan o'shani. Abu Ali ibn Sino davrida Buxoro kutubxonasi yongan. 1933-yilda Gitler hokimiyatga kelganda katta maydonda kitoblarni yoqtirgan. Katta maydonda tantanali yoqtirgan. O'zi mustaqillikning dastlabki yillarida kitoblar qilinmadi. Kitobning aybi nima? Uning aybi boshida yosh gvardiya yoki SSR deb yozilgan nima? Ichida qancha zo'r romanlar, qancha daho fikrlar yo'q bo'lib ketdi. Ana shu kitoblar ko'rganmiz qayerlarda yotganini. Odamzod o'zini xuddi o'zi daraxtga chiqib, o'zi o'tirgan shoxni aralayotgan afandiga o'xshaydi. Kitob uning tayanchi. O'sha ruhiy ochlik, ma'naviy ochlik paydo bo'ldi xalqda. Keyin o'sha mana ochlik ruhiy, ma'naviy, qalbiy erinchoqlikni, dangasalikni tug'dirdi. Hamma narsani Hojiboy rahmatli aytadi, Hojiboy pult bilan telefonni adashtiradigan darajaga kelib qoldi. Shunday. Biz odamzod bugun ustoz aytganingizdek kitobdan qochadigan qatlam paydo bo'ldi oramizda. Kitob bir tanishim aytyapti. Bu kungacha juda ko'p sifatli ichimlik ichib kelib uyda bilmayman, uyda ham qayerda qulab qolaman deydi. Uyg'onsam deydi, shunday yonimdagi stol ustida juda katta qatlam kitoblar turibdi deydi. Birinchi miyamga kelgan fikr deydi, qo'rquv deydi. Men buni qanday o'qiyman, qayerda yotibman degan deydi. Haligi vahima bilan deydi o'zimga so'yib boshladim deydi. Qanday kelib qoldim, kimni uyi? Qarasam tanishim olimlik deb aytgan ekanman deydi. Xudoga shukr, yaxshi ham kitoblar o'zimniki emas ekan. Qarang, shunaqangi dahshat bu. Ma'lum ma'noda kulgili, lekin bunaqangi toifa qatlam bilan jamiyatni taqdiri nima bo'ladi masalan? Insoniyatning keyingi hayoti, bizni ortimizdan kelayotgan yosh avlod qayerga qarab ketadi? Masalan, mana o'zingiz asarlaringizda qancha global masalalar bilan birga insoniyat kechirmalarini, taniqli shaxslarni, Buxoro elchisiga o'xshagan odamlarning hayotini bergansiz. Buni o'qib odamlar nimalarni oladi, ma'naviy oziq oladi. Lekin bugun ma'naviy oziq oladigan kitoblarimizning ahvoli nima bo'ladi? Nima qilishimiz kerak? Nima keyingi bu kitobsiz hayot, ma'naviyatsiz hayot, ilmsiz hayot qaysi burchaklarga, qaysi jarliklarga, qaysi vahimali fojialarga olib boradi degan o'y tinchlik bermayapti-da, Jo'r aka. Mana ham qo'rqitadan. Qo'rqinchli juda ham. Chunki lekin baribir kitobxonlikni rag'batlantiryapti davlat. Yoshlar o'qishni boshladi, har xil tadbirlar o'tyapti. Bular albatta hammasi yaxshi, lekin kitobga muhabbat, kitobxonlik odamning qonida, jonida bo'lishi kerak-da. Masalan, prezident kitoblar o'qigan kitobxonga mashinalar beryapti. Lekin majburan o'qitib bo'lmaydi, istamasa o'qigan narsasi ham xotirasida qolmaydi. Biz endi masalan bugun ijtimoiy tarmoq rivojlandi, telefonni ayblayapmiz, lekin u emasdir aybi deydi. Unday emas, unday emas. Bu yangilik, buni qabul qilib bilish kerak va me'yorida foydalanishimiz kerak. Shunday. Odamlarning o'zida. Men savolingizni tushundim. Siz nima odamlar kitobdan qochyapti, kitobdan qo'rqyapti deysiz. Bu sizni xavotiringiz juda o'rinli, jonli. Chunki qachonki odam bir-biridan yiroqlashib qochgandan keyin kitobdan ham qochadi. Men shunday deb o'ylayman. O'sha sababni oqibati bo'lsa kerak bu. Ikkinchidan,
Manimcha siz bilan oldingi suhbatimizda ham man shunga urg'uni qaratgan edim. Eng birinchi navbatda o ila kitobxon bo'lsa bola kitobxon bo'ladi. Mana hozir hamkasb do'stlarimiz ba'zan o'zlarini yupatishadiki, mayli o'qimasa o'qimasin, kitob qoladi-ku deymiz. Lekin kitob kimga qolyapti? Agar o'qilmaydigan oilani bolasiga qolsa, u ikki dunyoda ham kitob o'qimaydi. U kattalar o'rnak bo'lish kerak. Mana misol uchun otam taqiqlagan bo'lsa, mana rahmatli akam Buxoro pedinstitutida Lenin stipendiyasi olib o'qirdilar. Shu kishi menga haftasida 2-3ta kitob olib kelib berardi. O'sha 2-3 sinfda o'qiganida va pulimga o'sha paytda bilan 5 so'm pul berardi. Mana shuni o'qiysan, menga aytib berasan. Qarang, men majburiylik ham bo'lgan. Men maza qilib yuraman. 5 so'mga magazinga boraman, shirinlik bu olaman. Shu akam shanba kuni qaytardilar dars o'qishdan. Shu bir kun, 2 kun qolganda keyin shu o'lib tirilib o'qiyman. Keyin ba'zan o'qish meni imtihon qiladi, men yiqilaman imtihondan. Keyin o'qish jazolar ham edilar. Mana hozir ayrim joylarda, hatto Yevropada ham shu o'qishni, qanaqadir ilm olishni ayrim majburiy tomonlari haqida ham gap ketyapti. Men buni uncha qo'llamagan bo'lardim, lekin endi mana Sadriddin Ayniyning Eski maktab degan kitoblari, boshqalarida o'sha qanaqa jazolar qo'llangani, endi u juda bir noto'g'ri tarbiyani uslubi bo'lsa kerak. Lekin inson shunaqa mavjudotki, u biroz majbur bo'lsa qandaydir ishni qiladi-da. Ehtiyoj sezishga. Ana yana to'g'ri aytdingiz. Kitobxonlik birinchi navbatda ehtiyojga aylanishi. Endi Abdulla aka, biz ko'p haligi dunyoviy masalalarga gaplashyapmiz, global masalalarga gaplashyapmiz, lekin 80 yoshga yaqinlashib qolgan ustozi yaqinda 3 ta kitoblarni taqdimoti bo'ldi. Afsuski men qatnasha olmadim. Bu kitoblarni ololmadim hali. O'qimoqchiman. Siz o'qigan bo'lsangiz, ikki og'iz ustozni ijodlari gaplashaylik endi. Endi mana bularning hammasi o'sha biz qadrdonimiz, mana ustozim O'zbekining baquvvat yozuvchisi Nural akani, Nural Qobilning tashabbusi va ko'maklari bilan bo'ldi. Jo'r akamni juda ko'plab romanlari, qissalari shu chop qilinishi qiyin bo'lib, ancha yillarga cho'zilib yotgan kitoblari birdaniga 3tasi nashr yuzini ko'rdi. Bu o'sha tadbirkor akamiz Nabijon Hoshimovning o'sha aloqa nashriyotlarida tavsiya qilingan ekan. Davlat buyurtmasi bilan davlat hisobidan 3ta kitoblar birdan chiqib ketdi. Shu orada men mana bu ustozim Nurali Qobilga bag'ishlangan Nurali Qobil dunyosi va 2ta romanni o'z ichiga olgan mana bu O'tmagan kunlar va Mening ismim haqiqat degan 2ta roman bor. Mana shu kitoblar ham nashrdan chiqdi. Bu ikkovimizga ham mana ustoz shogird aka 2ta yozuvchining ham juda katta yutug'i bo'ldi. Bu menimcha ustozni o'sha tarixiy romanlari ayniqsa juda zo'r. Buxoroning o'sha tarixi, u yerda yashagan ulug'lar, o'zlari mansub bo'lgan sulolaning tarixi, ayniqsa shu Buxoro malikasi. Buni o'qigan kitobxonlar albatta yurt tarixi bilan tanishadi. Ko'nglida faxr, iftixor tuyg'ulari paydo bo'ladi-da. Bu ayniqsa bugungi maktab o'quvchilariga mo'ljallangan maktab kutubxonalari uchun ataylab nashr qilingan lotin alifbosida chop qilingan-da. Juda zo'rda. Bolalar albatta o'qisa, o'zining tarixini bilgan odam mag'rur bo'ladi-da. Yaxshi. Ustoz, yangi asarlar bilan tabriklaymiz. Rahmat. Mana Nabijon aytdilar, Abdunabini adashlari Nabijon Hoshimov va bosh muharrir Azamat Qorjovov, mana do'stimiz Nurali Qobilni tashabbuslari bilan bu kitoblar dunyo yuzini ko'rdi. Endi Nabijon to'g'ri aytdilar. Men chekkada yashaganim uchun mana hatto ana tarjima asarlarimning ayrimlari 30 yil, 40 yildan keyin chop etildi. Bu mayli, lekin ana shu 3ta kitob haqiqatan men uchun boshga yoqqan qor desam sovuq deydi, lekin bu boshga yoqqan issiq qorday bo'lib menga juda yoqimli bo'ldi bu. Nima uchun? Chunki bunda ana shu 3ta kitobda Ayriliq ostonasi va Buxoro elchilari tarixiy romanlari, 2ta roman, 5 ta qissa, 9 hikoya va 1 essedan iborat bo'ldi bu kitoblar. Mana shularni hammasi xuddi meni xayolimda mana tanlangan asarlarday bo'lib chop etildi-da. Shu kitoblarni
chop etilishi menga katta kuch-quvvat bag'ishladi va yana qo'limga qalam olib, siz aytganingizdek to'xtovsiz yozishga da'vat etdi. Juda yaxshi. Endi mana shu aytganingizdek yozgandan keyin asar o'qilishi kerak baribirda. Agar o'qilmaydigan asar bo'lsa, u yozmaslik kerak. Lekin bugun yoshlarimizni, odamlarimizni ayblaymiz, o'qimayapti, kitobga qiziqish yo'q, qochyapti deyapmiz, lekin yaxshi asarni topib o'qiydigan avloddan bor. Bor. Uni inkor etish noto'g'ri. Ikkinchisi, yozilayotgan, yaratilayotgan asarlarning targ'iboti ham bo'lishi kerak-da. Masalan, sizni o'sha asarlaringizni o'qiganman ayrimlarini, tarixiy mavzularni. Buni bugungi avlodga yetkazadigan targ'ibot kerak. Buning Albatta. uchun televideniya, buning uchun gazetalar, buning uchun jurnallar, bu ijtimoiy tarmoqdagi o'sha faol blogerlar shu asarlarni targ'ibotda shug'ullanish kerak. Yozuvchi nima demoqchi bu asarda? Qanaqa masalalarni ko'taryapti? Qanaqa dardlar bor? Qanday yangicha bir qarashlar ko'taryapti? Qanaqa g'oyalar bor deb o'sha hali boshda aytdingiz-ku, targ'ibot masalasi ham kerak ekan. Shuning uchun mana keyingi paytda agar biz o'zbek adabiyatiga qaraydigan bo'lsak, hali aytganingizdek, adabiyotimizni juda katta zabardast vakillaridan biri Nurali Qobilning faoliyatlarini ko'ramiz. Nurali Qobil nihoyatda keyingi paytda faollashdilar. Masalan, birgina Amir Temur va Temuriylarga bag'ishlangan 25 ta roman epopeya qarang, bu oson ish emas. Bundan tashqari bir yangi bir janr sifatida qaytadan shakllangan roman pamfletlar 13-14 ta bo'ldi. Va bu kishining asarlarini nafaqat O'zbekistonda, markaziy va dunyoda o'qiyapti. Shunaqangi dunyoda o'qilgan asarlarni ko'proq yozishimiz va targ'ibot qilishimiz kerak ekan. Nurali Qobil asarlarini jo'raka targ'ibotchilar ham talaklar. Xabarim bor. Mana Abdunabakani o'zlari ham Nurali akaning targ'ibotchilaridan biri. Haligi Bahmonlik Safarali ajoyib bir do'stimiz bor. U kishi ham juda ko'p ishni olib boradilar. Guliston davlat universiteti domlalari bor. Demak, Abdunabaka. U kishi ham masalan Nurali Qobil asarlarini ommaga yetkazishda Abdunabaka To'ychevning xizmatlari bor. Demak, masalan Buxoroda uzoqda yashayotgan bo'lsangiz ham, ustoz sizni ham romanlaringizni targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak ekan. Buning uchun men hamkasblarimga murojaat qilmoqchi bo'lardim va shunday ajoyib zabardast yozuvchilarimiz bular haqiqatda poytaxtda uzoqda yashaydi, lekin bularni asarlarini o'qing. Mahal aytganimdek qirg'iz adiblarimizga o'xshagan katta global masalalar, insoniy tuyg'ular haqida juda go'zal bir kechinmalar tasvirlangan asarlar bor. Shuning uchun o'ylaymanki, bunday asarlarni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Xuddi men ham o'zimda oqlamoqchi bo'ldim-ku, kelsam Jo'ra Fozilni ko'rishim shartmidi, vaqtim yo'q deb bahona qilsam bo'ladimi degan ayblovlardan o'zimizni sog' qilishimiz kerak. Vaqt topishimiz kerak ekanda ustoz. To'g'ri. Mana shu vaqtimizni yo'lda yuramiz, lekin men asaringizni qarayman, ajoyib. Shu suhbatning o'zi ham targ'ibot bo'ladi, xudo xolasa. Inshaalloh targ'ibot bo'ladi. Mana shunaqangi mana sizni mana Nurali Qobil dunyosi degan kitobingiz, ustoz 3 ta kitoblari, mana o'tmagan kunlar nomi ham qarang, ajoyibda. Keyin Abdunabaka jo'raka juda ham faol inson. Ham shoir, Bilaman. ham munosir, ham tarjimon, ham san'atkor. Ba'zan men ham hayron qolaman, Nurali Qobilga havasimiz keladi, tinmay yozadilar deb. Lekin bu kishida ham tinimsizlik va sizda ham shunaqangi fazilatlar bor. Bugun demak adabiyotimizda mana shunaqangi faol qatlamli ijodkorlarimiz ko'payishi kerak ekan, ustoz. Ko'p marta bordingiz, bitta she'r o'qib beray endi. O'qing. Aynan suhbatimizni boshlaganingizda global muammolar, tahlikali dunyo haqida gapirdingiz. To'g'ri, hammaning yuragidan o'tadi. Aynan o'sha haqida. Mana favqulodda vaziyatlar deymiz, radio, televideniya yo siz jurnalist sifatida yoki ekranda aytib qoladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra deb boshlanadi. Mana bordi-yu yer qimirlasa va yo toshsa bir daryo yoki olis bir o'lkada o'rmonlar yonsa noxoz, darrov qiyshuv ko'taradi mudragan keksa dunyo. Favqulodda vaziyat deb soladi ayuhannoz. Odatimiz shu. Buzilsa gar hayotning maromi va yuzaga kelsa nogoh qaylardadir ziddiyat bir lahzada o'zgaradi o'sha holatning nomi. Darrov paydo bo'lib qolar favqulodda vaziyat. Bir poraxo'r hakam aldab kambag'alni tovlasa, ish beruvchi maoshingni kamaytirsa, 4 hissa, yo haromxo'r bir amaldor yosh qizlarni ovlasa, bu shunchaki voqeadir. Bu ko'ngilsiz hodisa. Aslida bir ko'ngil sinsa, nohaqlikning jabridan, bir yomonning zulmi bois yaxshi cheksa aziyat, voh qarg'ish o'rlab tursa ajdodlarning qabridan, aslida shu emasmikan favqulodda vaziyat? O'g'il ota
qiz onani olmasa 2 pulga, hech narsani ko'rmagandek qarab tursa jamiyat, kompyuterlar sulton bo'lsa, inson aylansa qulga, bunday hayot atalmasmi favqulodda vaziyat? Agar o'tmish bir kungina qayta olsa bugunga, bir mo'jiza sabab bo'lib tirilib kelsa Sino, tomirini ushlab ko'rib tashxis qo'yar ochunga. Favqulodda vaziyatda yashayapti bu dunyo. Endi Ro'ziboy, gullar, bulbullar, jononlar haqida ham yozish mumkin, masalanda. Lekin kimga kerak? Mana bunday har kun har joyda falokatlar ro'y berib tursa, ustoz aytganlaridek kitobsizlar jamiyati paydo bo'layotgan bo'lsa, ertangi kunimizni farzand nabiralarning kelajagidan xavfsirab turgan bo'lsak, endi shoir yozuvchilar o'sha xavflardan ogohlantirmasa, hushyorlikka chorlamasa kim qiladi bu ishni? Albatta. Bu ziyoli qatlamni ishi. O'sha o'tgan asrning 20-yillardagi jadidlarimiz ham shundan shubhalanib qo'rquvga tushib, mamlakatni o'sha mamlakatni ozodlikdan chiqarishni birdan bir yo'li ilm va yana ilm deb bekorga yangi maktab ochmaganda ustoz. Xabaringiz yo'q shekilli, Abdunabi Toshkentga ko'chib kelib ishlay boshlaganiga 1 yildan oshdi. Ha, bu kishi endi ana shu poytaxtni foydasi bu kishini ijodida darhol bilindi. Mana qisqa vaqtda 2-3 ta kitob chop etildi. Endi qizig'i shundaki, chekidagi avtor agar chekida yuraversa, uni hech kim eslamaydi. O'zi kelib, o'zi harakat qilmasa, endi menimcha hamma sohada ham mana o'zi harakat qilmasa odam bir narsa bo'lmaydi. Men bu o'rinda yana tarjimasiz bir o'zim juda kulib o'qiydigan qahramonni so'zini keltirmoqchiman. O'sha mashhur Ostap Bender aytadiki, ya buni tarjima qilaman shekilli. Spasение утопающих, дело рук самих утопающих. Ya'ni cho'kayotganlarni qutqarish faqat cho'kayotganlarninggina ishidir. Demak, o'sha chekkadagi avtor, poytaxtdagi avtor, poytaxtda yurib ham hech narsa kitob chop, hech qanaqa kitob chop etishga imkoni bo'lmagan mualliflarning ko'pchiligini bilamiz. Ko'p. O'zbeklarda o'zing uchun o'l yetim degan maqol bor. O'shanda endi aman ikki og'iz mana shu Abdunabini va meni yetishtirgan adabiy muhit haqida ikki og'iz agar ruxsat bersangiz gapirmoqchiman. Buxoro adabiy muhiti. Buxoro adabiy muhiti endi bu men maqtash fikridan yiroqman, lekin bu muhitdan keyingi o'tgan asrni oladigan bo'lsak, shu o'tgan asrdagi buyuklarning o'zi ham yetarli. Birgina Sadriddin Ayni, Jalol Ikromiy, Ahmad Donish, boshqa men ko'p sanash mumkin, hammasini sanashim shart emas. Chunki kitobxonlar bularni yaxshi bilishadi. Mana undan keyingi avlod, mana Toshpo'lat Hamid, Toshpo'lat Ahmad, Ne'mat Aminov, Safar Barnoyev, Jamol Kamol, Norto'xta Qilich, Muhammad Salom, mana Muhammad Salom akamiz, ustozimiz 90 yoshga boryaptilar. Hamon qo'llaridan qalam tushgani yo'q. Hozir ko'rdik hozir. Ko'rdik. Men ham kelganimdan beri doim u kishi bilan hamsuhbatman. U kishi hamon juda qiziquvchan, hamma narsani so'rab biladi va nimadir doim yozishga harakat qiladi. Biz bu kishidan o'rnak olishimiz kerak. 90 yoshda ham qalam tebratishga. Ana endi Abdunabini adib sifatida kamol topishi meni ko'z o'ngimda sodir bo'ldi. Mana shu adashmasam 35 yillarcha burun Abdunabini 2 hikoyasi Yoshlik jurnalida chop etildi. Undan sal oldinroq ustoz Toshpo'lat Ahmad Nabijonning 2 hikoyasini menga bergandilar. Men o'qigandim. Adashmasam bittasi o'sha bosmachi deb ta'qib qilingan yigit va yana bir inson haqida edi. O'shanda yo'q. U hikoyalarga rahmatli ustoz Shukur Xolmirzayev ham nazari tushgan edi. Va u kishi Abdunabi haqida juda yaxshi iliq so'zlar aytgan edilar. Va o'sha tufayli juda yosh bo'lishiga qaramay Abdunabi o'sha paytning o'zidayoq uyushma a'zoligiga qabul qilindi. Bu kishiga katta rag'bat berdi. Lekin uyushma a'zosi bo'ldim deb maza qilib yurishi mumkin edi. Lekin bunday bo'lmadi. Men xususan keyingi 15 yillarda Abdunabi meni tinglovchilar, kuzatuvchilar to'g'ri tushunishini istayman. Biz bu yerga bir-birimizni maqtash uchun yig'ilganimiz yo'q. Ochig'i yo'q, shunday o'ylaguvchilar ham topilib qolishi mumkin. Lekin biz o'sha yosh iqtidorni vaqtida maqtamaymiz, vaqtida yaxshi so'zni aytmaymiz, uni rag'bati so'nadi.
birgina yaxshi so'z bu odamga katta, xususan so'z san'atkori bo'lishga bel bog'lagan odamga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yozuvchi qanaqadir qalam haqqi yo qanaqadir mukofot uchun qalam tebratmaydi. U o'sha qalam tebratish qachonki o'sha kitobxonlikdagi ehtiyojga aylansagina u tinmay yoza oladi. Mana hozir farzandlarim nima kerak sizga? Shu kecha kunduz shu uchun kuyib pishish, sog'ligingiz axir yomonlashadi-ku deb aytishadi. Keyin aytaman, bolalarim, men agar shu ish bilan shug'ullanmasam bundan battar bo'laman. Chunki men dunyoga yozish uchun kelganman. Yo'q, men buni asarlar yaratish uchun. To'g'ri, men buni katta ma'naviy zavq berish uchun yaralganman bolalarim deb aytavermayman. yo'q, men buni yoshligimda bilmaganman. Qizig'i shundaki, men shu urushdan keyingi yillar, mana demak o'sha 49-55-yillar propaganda urushni ulug'lash, askarni ulug'lash shunday kuchli ediki, meni qishloqda birga tepkilashib katta bo'lgan tengqullarimni 90% harbiy uchuvchi bo'lishni istardi. Va kaminangiz ham shu harbiy uchuvchi bo'lmoqchi edi. Uchuvchi bo'lganingizda bugungi hayotingiz mutlaqo ustoz o'zgarib ketgan bo'lardi. Ha, yo'q. Balki siz uchuvchilik bilan yozuvchilikni qo'shib birga borarmidingiz? Buyuk daho bir veterinariya sohasida ishlagan-ku. Ya buni faqat Xudo biladi. Faqat men 1963-yillarda tuman gazetalari ishi qayta tiklandi. Akam o'sha Buxoro davlat pedagogika institutini a'lobahoda tugallab 3 yil o'qituvchilik qilgan paytlari edi. U kishi institutda dars bergan domlalari u kishini tuman gazetasi mas'ul kotibligiga tavsiya etdi. Va men endi akam ikkinchi farzand, men oxirgi farzand, u kishidan 13 yosh kichikdim. Shu tuman markaziga qatnaganda shu sobiq paxta qabul qilish maskanini sovuqqina binolarida, shifti baland binolarda joylashgan tahriyatga ko'p kelardim. Shu 1-2 oy qatnagandan keyin bu jarayon meni shunaqa o'ziga tortib maftun qildiki, men chiday olmay qoldim-da. Men kuzatdim. Men bilgan, ko'rib turgan odamlar haqida gazetaga yozilyapti. Bu haftada 3 marta chop etilyapti. Keyin qarang, haftalik, oylik, yillik tumanni tarixiga aylanyapti. Men bu kasbga maftun bo'lib qoldim. Uchuvchilikdan voz kechdingiz xullas. Voz kechdim. Endi qarang, shu yerda bir daqiqa ustoz. Shu xalqimiz donishmandda hikmatli so'zlar bor. Aytadiki, Xudo har kimni niyatiga yarasha qiladi dedi-da. Uchuvchi bo'lolmagan bo'lsalar ham uchuvchilarga juda yaqin borganlarda, adashmasam o'sha bir kosmodromida harbiy qismida. Xuddi shunday. Yaqin olib borgan Xudo. Yaxshi, endi bunday vaqtimiz cho'zilib ketmasligi uchun bitta savol bilan yakunlamoqchiman. Yaxshi. Odamlar aytyapti, o'sha haligi Sulton Raif aytgan sun'iy odamzod bugun ko'payib, axtiy tabiiy odamzodni boshqaryapti, yomonlik qilyaptimi? Agar shunday bo'lmaganida deydi, bugun juda ko'plab mamlakatlarni, prezidentlarni xatti-harakatlarini ko'rib hayron qolyapmiz deydi. Podshoh shunaqa bo'lishi kerakmi? Prezident shunday bo'lishi kerakmi? Holbuki podshoh prezidentga butun katta qatlam jamiyat havas bilan qaraydigan bo'lishi kerak. Lekin ayrim prezidentlarning xatti-harakatlarini ko'rib, bular haqiqatan ham sun'iy insonlar timsolidagi prezidentlarmikan degan hadiklar bor ustoz. Agar mana shunaqangi sun'iy podshohlar yer yuzida ko'paysa, ularning faoliyati keyinchalik nima bo'ladi? Bu jarayonlar ijodkorlar, ziyolilar, shoirlar, jurnalistlar munosabat bildirish kerak degan gapni aytyapti. Professorlar tomonidan yaralgan odamlar bugun mamlakatlarni boshqaryapti. Shuning uchun dunyo notinch bo'lyapti. Ularda chunki qalb yo'q, ularda iymon yo'q degan gaplar yuribdi-da. Bugun dunyoning taqdiri shunaqangi murakkab shaxslardan qolib ketsa, ertaga nima bo'ladi hayotimiz? Keyin taqdirimizga hadik bor. Qaramalar nimaga? Endi men ikkita fikr aytaman. Birinchisi o'sha qadimgi Yunon donishmandi Aristotelning gapi. Aristotel aytadiki, bizda Arastu deyiladi. Arastu aytadiki, qachonki faylasuflar hokimiyat tepasiga kelmasa yoki hokimiyat tepasida turganlar faylasuf bo'lmasa, adolatli jamiyat barpo bo'lmaydi. Endi men ijodkor sifatida barcha katta kichik urushlarni qoralayman. Lekin men mana o'zingiz ham bilasiz, boshqa kitobxonlar biladi. Men shu ayrim juda g'amgin hikoyalarimni ham oxiri yaxshi tugallanadi. Men
menga bir yaxshi hamkasb do'stim aytdiki, hammasi zo'r, lekin oxiri juda mana yorug'lik bilan tugabdi-ku degan e'tiroz qildi. Men aytdimki, insonda shu yorug'likka intilish hissi juda kuchli. Men agar yozuvchi sifatida uni shundan mahrum qilsam, meni yozgan narsam nimaga arziydi? Mana ko'p tushkunlikka tushiradigan asarlar bor. Ayrim asarlarni o'qib kimlardir o'z joniga qasd qilganini ham faktlar juda ko'p. Bu urushlar, boshqalar, bularning hammasi o'sha dunyoni boshqarishga intilish. Hammasi urushlarning ortida turadigan narsa shu. Lekin men o'ylaymanki, hali oldin ham aytdim-ku, shu insoniyat bu savollarga bu xuddi javobsizdek ko'rilgan, tuyulgan savollarga albatta javob topa olsa kerak deb men umid qilaman. Chunki o'sha eng muqaddas kitoblarda ham mana e'tiqod, muhabbat, ishonch degan gaplar bor. Bularning hammasi mana prezidentimiz najot ilmda deyaptilar-ku. Ilm ma'rifat qutqaradi. Albatta, katta rahmat. Qadrli ko'rarmanlar, aziz kuzatuvchilar, bizni vaqt topib, vaqt sarflab ko'rayotganlar, avvalo tashakkur deymiz. Ikkinchisi, bugungi global dunyodagi global mavzular haqida ikkita zabardast ijodkorimiz bilan muloqot qildik. Jo'rafozil ustozimiz va Abdunab aka hamroh. Ekanlarga ham alohida siz nomingizdan tashakkur aytaman, chunki bular bugungi dolzarb masalalarda o'zlarini haqiqiy munosabatlarini bildira oladigan zabardast ijodkorlar deb bilaman. Ustoz, sizga ham katta rahmat, salomat bo'ling. Abdunab aka, sizga ham rahmat. Qadrli kuzatuvchilar, vaqt uchun sizga alohida tashakkur. Yana keyingi dasturlarda uchrashguncha omon bo'linglar. Ro'ziboy, sizga ham shanba kuni dam olish kunida kelib o'tkazgan qiziqarli savol-javob suhbati uchun tashakkur. Rahmat, Ro'ziboy, salomat bo'ling.